Barchaga assalomu alaykum akalar. Xo'p, bizdan juda ko'pchilik so'radi, para generatorimizni qanaqa ishlaydi, nima qilish kerak, qanaqa o'rnatiladi deb qisqacha tushuntirib ketishga harakat qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 100 talik turba bilan ulab qo'yganmiz. Xo'p, bu para generator o'zi devorga qotiriladi, kalta turba bilan dashlanib ketiladi. Biz ekzemplyar uchun qo'yib qo'yganmiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, suv kiradi bu yerda. Suv kiradigan joy bu obratkasi suvni. Buni hech narsa ulamasa ham bo'ladi. Bu yerda filtr bor, через filtr suvlanadi. Bu bo'lsa eksterniy atliv bo'ldi. Suv kiradi, boshqa hech narsa kerak emas bunga. Xo'p, turbadan anaqa o'tkazasiz. Kerakli joyda отверстие berasiz. Shu bilan bo'ldi, ishlayveradi bu narsa. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Влажностьni regulirovka qilsa bo'ladi. Bunaqa kamaytirsa. Bu hozir gustoyroq chiqishni boshlaydi, suv kamroq bo'ladi bu yerda. Namlik kamroq bo'ladi. Ko'paytirsangiz namlik ko'payadi. Xo'p, bundan tashqari xuddi shu konstruksiyamizga hozir xonamizga 300 ming so'mlik turba ketdi, mashina o'ziga. Agar xoningiz katta bo'ladigan bo'lsa, chiroyli qilib распределение qilib, undan ham arzonroq bitirib olsa bo'ladi. Para generatorimizning o'zining narxi $250. Bu yo'lga turbadan konstruksiya juda oson, juda tez yig'iladigan narsa, unaqa gemoroy narsa emas. Xo'p, ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi knopkani bosib obuna bo'lib qo'yasizlar.